Kimni fikri to'g'ri keladi? Meni shaxsiy fikrim 42-43 kilo Tohirjon. Sizniki 45 kiloda. Ha, avvalo barakani bersin. Avvalo barakasini bersin. Boburjon. Bo'ldik, bo'lib. Qani. Bismillah. 45 kilo uribsiz. 45 kilo. Rona 45 kilo. 45 kilo ekan aka. Rona 45 kilo uribdilar. Yetmiş kilo. 70 kilo. Rona 70 kilo ekan aka. Rona 70 kilo. 70 kilogram. Bo'ldi shu. 70 kiloni 65 bo'lsa 65 tani mashg'ulot beribdi aka. Ha. 66. 66, 46 200 dolar ekan. 66% beribdi, mashalloh. Assalomu alaykum akalar. Bugun videoni oxirigacha kuzatasiz. Mana shu Hisori qo'chqorlarimiz. Kecha Tohirjon do'stimiz bilan syomka qildik. Juda ko'pchilik kommentariyada so'rabdi. Buni foizi necha kilo, o'zi qo'ying necha kilo, 80 kilolik qo'ying, 40 kilo go'sht beradi deb so'rasa, aka bizga ham qiziq bo'ldi. Shuning uchun mana realni so'yib, tortib, go'sht foizini o'zimizdan bilmoqchimiz. Siz bilan birgalikda buni bo'lishib boramiz. Tohirjon do'stimiz bilan. Aka xolasa kecha chiqargan qo'ylarimizdan xolasa tortib buni Qosob akamiz şeyda ochiq o'yinni necha foiz berishini aytib o'tib ketamiz. Aytib o'tib ketamiz. Qanchadan so'yib olyaptilar hozir? 130 mingni. 130 mingdan mana aka. 150 ming sotiladi. Ha, go'sht narxi 150 ming so'm, qo'y go'shti. Akalar, 130 ming so'mdan mana realni so'yib olinyapti. Tarozisini ham bir qator ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha kuzatib turasiz. Mana aka taralarimiz. Tara o'zi chiqadi aka. 00 ga keldi. 80 kilogram. 80 kilogram mashalloh. Bismillah. Yetmiş kilo. 70 kilo, Rona 70 kilo ekan aka. Rona 70 kilo. 70 kilogram. Bo'ldi shu. Mana shu qo'chqorimiz aka, mana shu partiyamizdan olindi. Mana. Bu kattaroq partiyamiz edi. Buni tortmadik. Aytayda buni so'yilmadi aka. Bu tish yorishga yaqin qo'chqordi. Bu aka ikkinchi partiyamizdan qo'chqorlar tortyapmiz. Mana shu qo'chqorimiz. Xuyo jonivor mana aka. Baylab realni aka tortib, xudo xolasa ko'rsatiladi. Tohirjon necha kilo deb o'ylayapsiz endi? O'zingiz, chama xotingiz. Endi aka kelganida 45 kilo tarafda kelib qolsa kerak xudo xolasa. Xudo xolasa aka, maqsad shu. Endi avvalo Allohni bergan aka. Videoni oxirigacha kuzatib, yaxshilab kanalga obuna bo'lib, bang'illab turasiz aka. Mana aka, qo'yimiz xudo xolasa bo'ldi. Aka xudo xolasa 70 kilo keluvdi, xudo xolasa. Oppoqchilarni zo'r chiqdi aka. Ammo Qosob aka dumbalari ham zo'r chiqdi, ha? Barakasi bersin. Makka yegan qo'yga o'xshar ekan, ha? Makka qo'y yegan qo'yga o'xshar ekan, lekin bu qo'y aka ko'proq arpa yegan. Arpa yegan aka. Arpa yegan, jonivar. Zo'r chiqdi go'shtlari ham mana. Ko'z tegmas aka. Xudo xolasa aka, bizga ham maqsad haftasiga 3-4 ta qo'y so'yib beramiz aka. Qassobga haftasiga bo'lmadiganda 3-4 ta qo'y so'yib beramiz. Dehqonda tarishmiz aka maqsad. Tortib so'yib buncha go'sht kelar ekan, deb turib kelgan sotamiz aka. Endi aka mana shu to'g'risi gap, realni gap endi so'yib, mana shunaqa tortib chiqarishimizdan maqsad hammamizga qiziqda bu. Men ham to'g'risi gap o'tgan safar so'yganlaringda Qosob aka aytolmay qoldimmi? Yetib kelmay qoldi. Qosob aka necha kilo ko'ryapsiz? Chamasi endi o'rtacha endi o'zingizni hisobingizni aytingchi. Siz ham eshitdik, Tohirjonni eshitdik. 45 kilo deb. 45 ga deyapti. Boradi. Pichmayda o'ylashmas aka, bittani surib tashaldi. Ha. Qo'chqor. Xudo xolasa, Xudoyim barakasini bersin. Yo'qsa yo'raveramizmi Qosob aka? Mana qo'yimiz tayyor bo'ldi akalar. Tohirjon bitta ichini ochingchi, bir ko'rsatib qo'yaylik. Haliga mabodo maylani kesmabsan, olmabsan deganlar uchun mana aka ichlari toza xudo xolasa mana. Hech narsasi qolmadi. Qo'ydi o'zi shunda splash. Tortamizmi Tohirjon? Kesib yeyishsa bo'ldi aka. Yeyishsa bo'ldi. Ana pastni ko'rsatmayotganimizning maqsadi aka pastda qonli sahna bor. U qonni ko'rsatib bo'lmaydi. Qani. Tortib oldim menlar bilan o'zingni. Ha, tarasini chiqarib ol, mana. Al. Bellamiz ham 1 kilo ekan-da o'zi. Yaxshi tortib oldingiz. Bismillah. Kimni fikri to'g'ri keladi? Meni shaxsiy fikrim 42-43 kilo Tohirjon. Sizniki 45 kilo edi.
Ha, avvalo barakani bersin. Avvalo barakasini bersin. Boburjon, Bo'ldik, bo'lib. qani. Bismillah. 45 kilo uribsiz. 45 kilo. Rona 45 kilo. 45 kilo ekan aka. Rona 45 kilo uribdilar. Ichidan tashqari aka. Ichidan tashqari mana aka. Bak ichini ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana jigar solindi aka mana. Jigari bu tomonda mana. Bu yog'lar aka. Yog'lar. Bo'ldi, yuragiga qolsa kerak. Lekin 45 kilo urdi-ya Tohirjon, ha? Ha. Buni ham qo'yib qo'yaylik. Bismillah. Qo'yingchi. 1 kilo 700 ekan. Aka, Xudo xolasa 70 kilo kelgan qo'yimiz. Ichki yog', jigar, yurakdan tashqari 46 kilo 700. 46 kilo 700. Necha foiz bergan bo'lar shunda? Bitta hisoblangchi, bitta hisobini beraylikchi. 70 kiloni 65 bo'lsa 65 dan ham oshiqroq beribdi aka. Ha. 66. 66, 46 200 bo'lar ekan. 66% beribdi, mashalloh. Lekin ko'pchilik ishonmaydi-ya, Botir buva. 66% berishiga birov ishonmaydi. Kirani qo'y, ingichka bo'yatibdi qo'ylar. Hammasi ham charchov chiqqan yo'qda. Charchov chiqsa keladi qo'ylar. Kelaveradi-ya. Endi Hammasi ham 70% keladi qo'llar. 70% gacha. Hisori haqiqiy go'shoq bo'lishi Xudo xolasa aka, olishsin, boqsin aka. qisqa va mazmunli video bo'ldi, lekin Tohirjon sizga katta rahmat. Vaqtingizni oldik. Xudo xolasa qo'y kerak bo'lsa telefon qilishaveradi. Mana shu bolaga murojaat qilaverasiz aka. Qo'y tanigan inson bunaqa qo'yni qiladida aka. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.